Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli musofirdagi yurtdoshlar. Mana bugungi videoyim sizlar uchun juda foydali bo'ladi. Endi ko'pchilik menga yozishyapti. Siz qanday qilib mollaringiz tez semirib, tez o'zgaradi degan savol bilan ko'pchilik murojaat qilyapti. Masalan, Akmaljon Quronboyev, Xorazmlik ukam men bilan Qashqadaryo turmasiga his qilgan qararim yozyapti. Aka bizga ham o'rgating deb. Men shuning uchun sizlarga bugun bitta sirni ochaman. Masalan, yemni quruq holatga berish. Quruq holatga berish va yana bitta bunga kichkina sir bor. Oltin gugurt bu o'zi maxsus mollar uchun. Bu oltin gugurt mollarning ichidagi qurtni, masalan gijjalarni tez o'ldirib, mol ichdan hammasi axlat bilan chiqib ketadi. Mol juda ham tez o'zgarishga harakat qiladi shuni yegandan so'ng. Men hozir sizlarga bitta tayyorlab ko'rsataman. Ko'rib boringlar. Men tushunarli qilib sizlarga aytib o'taman. Oltin gugurt necha qoshiq, necha mahal berishni, masalan, bozorda olib kelganingizdan keyin molni 3 kun davomida 2 mahaldan yemga qo'shib berasizlar. Va mol juda ham yaxshi o'zgarishga harakat qiladi va tez semiradi va yeta oladi. Ana shu molni men olganimga 2 hafta bo'ldi. 2 haftadan ichiga o'zgarganini ko'ringlar. Davay bo'lmasa boshladik. Mana nasib bo'lsa ketdik, boshladik. Mana bu arpa yormasi. Mana bunisi makkani yormasi. Bunisi bug'doyniki. Mana bu kunjala. Juda ham yog'li. Qarshi mezdan olamiz buni. Kilosi 5400 so'm. Mana men 2 kosa, mana katta mollar uchun, katta buqalar uchun 2 kosa mana ivitib qo'yganman. 2 kosa. Mana faqatgina shunisi ivitiladi, qolgani quruq holatga beriladi. 2 kosa ivitib qo'yganman. Bunga mana bu sera, ya'ni oltin gugurt. Shundan 2 ta qoshiq bilan 2 qoshiq qo'shamiz. Tak. 2 qoshiq qo'shamizda so'ng bir aralashtirib olib, keyin dalshi bulardan har qaysidan bir kosadan qo'shib chiqamiz. Hamma mana arpadan mana qarang, bir kosa. Mana makka yormasidan bitta. Bug'doy yormasidan bir kosa. Mana qarang, уже to'g'ri to'lib qoldi. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib, mana shunday quruq holatga mollarga beramiz. Buni yegan mollar уже o'stirib qo'yadi. Ana shu holatga qilib qo'ysangiz, 2 oy ichiga olgan buqangiz 100 kilo bo'ladigan buqa 200 kilogacha go'sht qiladi. Mana shu, hammaga omad ishiga. Sog' va salomat bo'linglar. Kelasi videogacha sog' bo'ling.